Assalomu alaykum. Xo'p, mana plitani ustiga qilingan obyektimiz 130 kvadrat. Mana verteksda quyilgan hamma tomonlari. Xo'p, qalinligi 10 cm bo'lgan. Bu asosan shu sovuq o'tkazmaslik uchun, ya'ni keramzit o'rniga qo'llaniladigan mahsulot. Asos tarkibi shu gips, sement, penaning aralashganidan, ya'ni pena blok oq o'sha mahsulotidan quyiladi. Mahsulotlarni saytorasizlar. Assalomu alaykum. Xo'p, mana plitani ustiga qilingan obyektimiz 130 kvadrat. Mana verteksda quyilgan hamma tomonlari. Xo'p, qalinligi 10 cm bo'lgan. Bu asosan shu sovuq o'tkazmaslik uchun, ya'ni keramzit o'rniga qo'llaniladigan mahsulot. Asos tarkibi shu gips, sement, penaning aralashganidan, ya'ni pena blok oq o'sha mahsulotidan quyiladi. Mahsulotlarni saytorasizlar.